Salom, sizlar bilan Bektog'u va siz Bek Movies kanalini tomosha qilyapsiz. O'rgimchak odam haqiqatan ham Doomsday yangi filmida qatnashmasligi mumkin. Yangi kunning syujeti biroz aniqroq bo'ldi va Sarvi Galavani Marvel olamiga qo'shish rejalashtirilgan. Bugun bilganingizdek O'rgimchak odam haqidagi yangiliklar. Bu esa har doim like bosish uchun yaxshi sababdir. Issiq ko'k choy damlab oling, tayyor bo'lsangiz biz boshladik. Marvelning seriallar bo'limi rahbari Brett Winterbaum ma'lum qildiki, Sarvi Galavaning ikkinchi mavsumi va O'rgimchak odamning yangi filmi bir-biri bilan bog'liq bo'ladi. Uning aytishicha, Sarvi Galava Совершенно новый день filmidan avval chiqadi va voqealar rivoji ham xronologik jihatdan bir davrda sodir bo'ladi. Shuning uchun ikki jamoa hamkorlikda ishlagan va ular orasida ma'lum bog'lanish bo'ladi. Prodyuser ta'kidlashicha, katta umidlar bog'lamaslik kerak, lekin Marvel uchun bu juda katta qadam. Chunki 2021-yildan beri ular filmlar orasidagi bog'lanishlarga e'tibor bermagan. Ehtimol Sarvi Galavaning ikkinchi mavsumida biz Wilson Fiskning New York meri, ya'ni hokimi lavozimidan ozod qilinishini ko'ramiz. Met yig'gan jamoada Karatil ham bo'ladi. Shu voqealar O'rgimchak odam filmida ham tilga olinishi kutilmoqda. U yerda ham Karatil paydo bo'ladi. Bu juda yaxshi, chunki Marvelga so'nggi yillarda shunday kichik bog'lanishlar yetishmayotgandi. O'rgimchak odam Thor filmi bizga hali ekranda ko'rilmagan yangi dushman qahramonlarini namoyish etadi. Peter Parker avval qaysi dushmanlarni yengganini eslamoqchimisiz? Unda barcha O'rgimchak odam filmlarini qayta tomosha qilishingizni tavsiya qilamiz. Winterbaumning so'zlaridan so'ng, ya'ni Sarvi Galava filmining ikkinchi mavsumi O'rgimchak odam bilan bog'liq bo'lish haqidagi izohidan keyin internetda Marvel va Sony o'rtasidagi eski kelishuv haqida yana gap so'z tarqaldi. Hali 2019-yilda Sony bir haftaga Tom Hollandni Marvel olamidan chiqarib, uni Tom Hardyning Venom filmiga olib ketish bilan tahdid qilganida eski studiya yangi kelishuv tuzgan edi. Shu kelishuvga ko'ra, Marvel O'rgimchak odamning faqat bir crossoverga qo'shishi mumkin bo'lgan. Dastlab bu crossover sifatida Multivселенная Безумие filmi rejalashtirilgan, lekin Net Puchi Damoy filmi avval chiqib ketdi. Natijada Strange'ning ikkinchi filmi O'rgimchak odamdan keyin chiqdi va unda Parker ko'rinmadi. Biroq kelishuvdek bo'lish kerak. Shu bois Marvel hali ham Sonydan so'ramay turib, O'rgimchak odamni o'z proyektida ko'rsatish huquqiga ega. Shuning uchun internetda Tom Hollandning Sarvi Galava serialida cameo tarzida paydo bo'lish haqida mishmishlar tarqaldi. Albatta bu orzuga o'xshaydi, lekin huquqiy jihatdan mumkin. Bu rejaga Secretные войны xalal berishi mumkin, chunki 2019-yildan beri Marvel va Sony yangi shartnoma haqidagi ma'lumot bermagan. Bu rejaga Secretные войны filmi xalal berishi mumkin, chunki 2019-yildan beri Marvel va Sony yangi shartnoma haqida ma'lumot bermagan. Ma'lum bo'lishicha, ular O'rgimchak odam Thor uchun kelishib olgan, lekin boshqa tafsilotlar ma'lum emas. Shu sababli ayrimlar xavotirda. Ehtimol studiyalar qasoskorlar ikki qismi uchun kelisha olmagan. Marvel esa hali ham 2019-yilgi crossover huquqini Secretные войны filmi uchun saqlab turishi mumkin. Shuning uchun Doomsday filmida O'rgimchak odam haqiqatan ham bo'lmasligi haqida kinomanlar orasida obro'li insider Daniel RPK ham gapirdi. Bu albatta ishongim kelmaydigan yangilik. Ayniqsa Sony hozir o'zi alohida olamiga ega emas. Hollandni qayerga olib ketishni ham bilmaydi. Shuning uchun ehtimol biz Sarvi Galava serialida O'rgimchak odamning kichik cameosini ko'ramiz. Qolaversa, serialda Jessica Jones ham qaytadi. New York Comic Conda chiqib ketgan treylerlarda uni Sarvi Galava jamoasi a'zosi sifatida ko'rsatishgan. Demak, yana bir Netflix yulduzi Marvel olamiga qaytdi. Faqat bitta joyi afsusli. Aktrisa Kristen Ritterga endilikda 40 yosh va Kevin Feige uni qaytarishni juda kechiktirdi. Shunga qaramasdan Zashitniki filmi deyarli tayyor bo'ldi. Qoyil qolsa arziydi. Marvel qayta jonlanmoqda. Qolaversa, Michael Mann ham 8 yil avvalgi titrdan keyin teaserdan so'ng nihoyat qaytib keldi va suratga olish maydonida ko'rindi. Ayni vaqtda u turmadan qochish sahnasida, ya'ni vertolyotlar, otishmalar va devorda katta teshik bilan bog'liq epizodda qatnashgan. Bu teshikni kim uddalagani hali noma'lum, ammo aniqki, u yerda qandaydir juda kuchli qahramon bor. Thompson, Nasarok, Mr. Negativ variantlar juda ko'p, ammo har biri qiziq va juda qiziqarli syujetni o'z ichiga oladi. Endi Skorpion haqida. Bu personajga oid ma'lumotlar bir-biriga zid. Birinchi slivga ko'ra, u kinematografik olamda yangi Venom sohibiga aylanadi va bu haqda Michael Mann ham ijtimoiy tarmoqlarda ishora qilgan. Shu bois Venom keyingi trilogiyada asosiy yovuz qahramonlardan biri bo'lishi mumkin. Biroq keyingi, ya'ni yangiroq ma'lumotlarda aytilishicha, aksincha, Thompson ham, Skorpion ham filmning asosiy antagonistlari bo'lmaydi. Ular faqat epizodik rollarda 2 yoki 3 darajada ko'rinadi. Asosiy syujet markazida esa shaklini o'zgartira oladigan ayol qahramon bo'ladi. Qaysi variant sizga ko'proq yoqadi? Izohlarda albatta yozib qoldiring. Biz esa asosiy nuqtaga o'tamiz. Barcha insiderlar bir fikrda. Marvel studiyasi Net Puchi Damoy filmidagi syujet burilishini arzonlashtirmoqchi emas. Ma'lum qilinishicha, Zendayning rolini kattaligidan qat'iy nazar, uning Peter bilan bo'lgan munosabati oldingi
yangi film oxiridagi holatdan deyarli o'zgarmaydi. Shuningdek, Damage Control tashkiloti ham yana qaytishi mumkin. Ular ilk Holland filmidanoq o'zlarini yaxshi tomondan ko'rsatmagandi. Yangi Совершенно новый день filmida tarix shu holatdan davom etadi. Suratga olish jarayonidan chiqqan videolarda o'rgimchak odam agentlardan qochayotgani va bu sahnalarning umumiy kayfiyati 1994-yilgi multserialni eslatishi aytiladi. Haqiqiy ko'cha darajasidagi kambag'al, hukumat va jinoyatchilar tomonidan yomon ko'riladigan o'rgimchak odam va hech qanday mult olami yo'q. Marvel internetdan o'chirgan video orqali yana bir sir fosh bo'ldi. Unda aktrisa Liza Collins politsiya formasida o'rgimchak odamga yaqinlashgan holda ko'rinadi. Endi ma'lum bo'ldiki, u New York politsiyasi detektivi Jean DeWolfni o'ynamoqda. Bu qahramon ilk bor 1976-yildagi komikslarda paydo bo'lgan va tez orada Peter Parkerning yaqin ittifoqchisiga aylangan. Komikslarda ular o'rtasida hatto romantik hissiyotlar ham bo'lgan. Lekin aktrisaga 53 yosh, Hollandga esa 29 yosh ekanligini hisobga olsak, Marvel o'rgimchak odamni Milfanter qilib qo'ymasa, bu yo'nalish ehtimoli juda kichik. Marvel Jean DeWolf o'rgimchak odamni qutqargan va qora mushukni turmadan ozod qilgan syujet chizig'ini qayta moslashtirmoqchi. Komiksda u keyinchalik halok bo'ladi va bu Peter Parkerning ruhiyatiga yana bir og'ir zarba bo'ladi. Qisqasi, Marvel hozir real, jonli va bir vaqtning o'zida epik tarix tayyorlamoqda. Yana bir yangilik, Marvel New York Comic Conga olib kelgan yangi poster. Unda avval tanklarda qurilgan noma'lum logotip yaqqol aks etgan. Feige esa ataylab muxlislarni qiziqtirmoqda. Bu belgi kimga tegishli? Eng ehtimoliy variant bu Mr. Negativning ichki guruhi, Внутренние демоны, ya'ni Osiyo uslubidagi jang san'ati ustalari jamoasi bo'lishi mumkin. Jackie Chan o'rgimchak odam filmida turklar rejissyori bo'lib ishlayotganini inobatga olsak, bu variant ancha ochiq-oydin ko'rinyapti. Lekin Mr. Negativ haqida hozircha hech qanday yangilik yo'q. Yo Marvel ichki shaytonlar guruhini boshqa yozuv qahramonga moslab o'zgartiradi, yoki bu mutlaqo boshqa uyushma yoxud yangilangan Karate logotipi bo'lishi mumkin. Har qanday holatda bu qiziqarli bo'ladi. Boshqa yangiliklarga kelsak, San Diegoda bo'lgan Comic Con tartibida Marvel X-Men 97 treylerini namoyish qildi. Serialning chiqish sanasi kelasi yil yoz oylariga belgilandi. Va uni 3-mavsumgacha uzaytirishini ham ma'lum qildi. Shuningdek, Mo'jiza odamni treyleri ham ilk bor namoyish etildi. U yerda 4-sahnani buzish va super qahramon janridan charchash mavzulariga ishoralar bor. Bosh qahramonni Aquaman filmida tanish bo'lgan Yahyo Abdul Matin o'ynaydi. Uning aytishicha, Marvel versiyasidagi Mo'jiza odami shunday qobiliyatlarga egaki, hatto Thanos bilan ham bellashishi mumkin. Sujetga ko'ra, bu Marvel tarixidagi ilk meta-ironik asar bo'ladi. Ya'ni Kevin Feige bizga Marvel olami ichida suratga olinayotgan super qahramonlar haqidagi filmlarni ko'rsatadi. Simon Williams esa shunday filmlardan biri aktyori bo'lib, tasodifan haqiqiy super quvvatga ega bo'ladi. Filmda zamonaviy madaniyat, seriallar va hatto Tarantino filmlariga ishoralar bo'lishi kutilmoqda. Biroq muammo shundaki, bu loyiha boshidanoq o'lik tug'ilgan. Ilgari Mo'jiza odami yangi qasoskorlar yetakchilaridan biri bo'lishi va Kangga qarshi kurashishi kerak edi. Shu maqsadda Kang sulolasi filmining sobiq rejissyori Destin Cretton Mo'jiza odamining bir necha epizodlarini suratga olgan va ssenariy yozishda ishtirok etgan. Keyin Marvel qayta yo'nalish qildi va bu loyiha Russo birodarlariga qiziq bo'lmay qoldi. Endi serial umumiy Marvel olami bilan bog'liq bo'lmagan Spotlight brendi ostida chiqadi va ehtimol Oy ritsari kabi unutiladi. Lekin agar serial omadga erishsa, ehtimol uning taqdiri mutlaqo boshqacha bo'ladi. Siz treyler haqida nima deb o'ylaysiz? Izohlarda yozing. Biz esa keyingi mavzu Vision haqida gapiramiz. Uning seriali treyler olmadi, ammo juda muhim e'longa ega bo'ldi. Marvel studiyasi rasman tasdiqladi. Bu serial Vision bilan bog'langan va 3 qismli tarixning yakuni bo'ladi va kelgusi serialdagi ayrim sahnalar so'nggi yillardagi eng kuchlilardan biri bo'lishi aytilyapti. Chiqish sanasi 2026-yilga belgilangan. Serialda Jarvis, Edith, Pyatnitsa va Dammi inson qiyofasida namoyon bo'lishadi va Mo'jiza odam serialiga nisbatan farqli ravishda Vision seriali Marvelning qayta yo'nalishidan so'ng ishlab chiqilgan, hatto Sarvi Galavani ham faqat qisman qayta suratga olishga ulgurishgan bo'lsa-da, Vision loyihasi butunlay noldan Russo birodarlarining yangicha ko'zi bilan yaratilgan. Shunday ekan, agar u Doomsday bilan bog'lanmasa ham, kamida mazmunli yo'nalishi aniq serial bo'ladi deb ishonish mumkin. Aktyor Robert Mollika Vision va Vandaning o'g'li Tommy Maximov rolini ijro etadi. Aktyor 25 yoshda ekanini inobatga olsak, bu voqealarning qayta yo'nalishda borishini taxmin qilish qiyin emas. Yana bir WandaVision uslubidagi loyiha, hatto Allaya Vedma chiqishi ham mumkin. Shunday qilib, bu serialni kutilgan loyihalar ro'yxatiga yozamiz, ammo hozircha qalam bilan. Va o'sha ro'yxatga yana bir nom qo'shiladi. Bu esa Gambit. Channing Tatum yaqinda ma'lum qildiki, Fox davridagi bekor qilingan Gambit filmi haqiqiy vakxanaliya bo'lgan. U yerda zo'ravonlik, erotika va Deadpool uslubidagi devona syujet
sujet bo'ladi. Tatumning aytishicha, Disney hech qachon bunday filmlarga ruxsat bermagan, ammo hozirgi zamonda hammasi mumkin deb ishora qildi. Bu albatta Kevin Faygiga yo'llangan signal bo'lib, aktyor Gambit g'oyasiga qaytishga tayyorlanganini bildiradi. Bu aslida ideal qaror bo'lib, Deadpool janridan tashqari Marvelning yangicha kutilmagan super qahramon filmlari bilan boyitish mumkin. Qolaversa, Gambit uchun ssenariy tayyor va u hozir Disney mulki hisoblanadi. Kevin Faygi to'liq perzagruskadan voz kechib, yumshoq qayta yo'nalish qilinishini aytganidan so'ng, ehtimol Channing Tatum yangi mutantlar sagasida Marvelning Jokeriga aylanishi ham mumkin. Ko'ramiz, vaqt ko'rsatadi. Ammo hozircha studiyaning butun e'tibori Doomsday filmi va undagi kutilmagan burilishlarga qaratiladi. Nyu-Yorkdagi Comic-Conda aytilishicha, aktyor filmda Professor X va Magneto bilan umumiy sahnalari bo'lishi mumkinligini aytdi. Tasavvur qiling, Magneto undagi 10 ta metal halqadan iborat quvvatga ega yigit bilan suhbatlashayotgani bo'ladi. Albatta, agar Marvel uni shunday spoilerlari uchun yo'qotib qo'ymasa. Shu bilan video obzor yakunlandi. Qaytgancha like bosing va izohda yozing. Kevin Faygi Gambit uchun alohida film yaratish kerakmi yoki yo'q? Sizlar bilan Bek Movies ana endi ko'rishguncha do'stlar.